Kelinglar sizlar bilan bugun chet tilini o'rganish va chet tilini o'rganish haqida gaplashamiz. Ketdik. Avvalambor hamma negativchilarga kimsan san, kimsan bo'psan, menga aql o'rgatadi deganlarga hozir bir minut. Magistratura diplomim bor hamda bakalavr, естественно, magistraturani bakalarsiz ololmaysizlar. Undan oldin 3 yil repetitorga borgan ayolman. Shunga menimcha ozgina aql o'rgatishga haqliman deb o'ylayman. Наконец-то mana bu diplomlarim qo'l keladi. Changib yotgan diplomlarimni chetlab qo'yamiz. 3 yil repetitorda o'tirganimda men ham ko'pchiliklarga o'xshab birinchi grammatikasiga, birinchi lug'at boyligiga va so'zlarni qanaqa to'g'ri tahlil qilishi, естественно, o'rganib institutga tayinlanayotgan paytim edi. Haligacha meni repetitorimni menga aytgan birinchi so'zlari esimda. Har bir tilda o'zining melodikasi bo'ladi. Intonatsiya o'zgaradi. Qaysi bir davlatda intonatsiya, masalan, savol jumlasida amerikanskiy, angliyskiyda intonatsiya past tepaga chiqadi. What is your name? Bizda, например, o'zbekchada oting nima? Pastga tushadi. Masalan, rus tili gavkuyishi yezik deyiladi, ya'ni vovillagan tovushga o'xshab chiqadigan til hisoblanadi. Tilni o'rganayotganimizda nafaqat uni so'zlariga, ya'ni to'g'ri jumla tuzishga, ya'ni yana lug'at boyligi ishlatishiga emas, balki uni ham madaniyat tarafidan o'rganishimiz kerak. Insta yurganimizda bizda shunaqa fanlar bo'lardi, uni literaturasi, uni adabiyoti va har xil tilga bog'langan har xil o'sha kulturasini o'rganadigan fanlar bo'lardi. Men g'ashim kelardi, nimaga menga bu narsalar kerak. Lekin chetga ko'chib, shuni amin bo'ldimki, bu narsa juda muhim. Oldingi yil O'zbekistonga borganimda bir o'rtog'im bog'chapa bo'lib ishga kirmoqchiman, lekin menga IELTS o'rganib keling, IELTS diplomi kerak, yo qaysidir ball kerak deb aytishdi dedi. Meni reaksiyam nega O'zbekistonda bog'chapalarga IELTS kerak? IELTS bu научный, более professionalniy darajada o'rganiladigan bir tildir. Uni til o'rganish uchun emas, qaysidir davomiy nimaga erishish uchun topshiriladigan narsadir. IELTS bu sizga boshqa davlatda balki рабочий viza olishga yordam beradi, balki qaysidir institutga kirishga yordam beradi, lekin bu sizga ayni tilni, именно o'zigini nimaga qanaqaligini o'rgatmaydi. Agar tilni o'rganmoqchi bo'lsanglar, uni ichkarisidan madaniyatiga qarashingiz kerak. Men amerikanskiy angliyskiy o'rganganman, ya'ni barcha endi o'rganayotgan odamlarga amerikanskiy angliyskiy o'rgatiladi. Amerikanskiy angliyskiy bu o'rganish, boshqa tilda o'sha ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lgan odam uchun osonroq o'rganish uchun amerikanskiy angliyskiy o'rgatiladi. Tushuntira oldim deb o'yladim. Men bu yoqqa Angliyaga kelganimda angliyskiyni xo'j 3 yil repetitorga qatnadim, 4 yil bakalavr bitirdim, 2 yil magistraturani bitirdim. Kelib, bilasizlarmi nima bo'ldim? Shokka tushdim. Men tilni umuman bilmas ekanman degan xayolga keldim. Bu odamlarni gaplashadigan manierasi, intonatsiyani ham o'rganmayapman. Angliyskiy, amerikanskiy meni eng sevimli bo'lgan intonatsiyamdan. Гордость и предубеждение filmidan keyin men bu intonatsiyaga oshiq bo'lgan edim. Har doim institutda yurganimda o'qituvchim video darsidan Inyazda insta kim o'qigan bo'lsa o'sha paytda 1996-yilda o'qigan kim bo'lsa video lesson bo'lardi bizda. O'sha darsda Shavkat aka degan bitta o'qituvchi o'rgatadi. U ham yangi bitirgan student edi. Va uni aksenti o'sha angliyskiy aksent edi. Shunaqa havas qilib eshitib o'tirardim-da aksentiga. Bu yoqqa kelib men ingliz tilini umuman bilmas ekanman deb o'yladim. Chunki men o'rgangan narsalar, ya'ni menga o'rgatishgan til bo'yicha o'rgatilgan narsalar bitta faqatgina lug'at tomondan menga kerak bo'ldi. Hamma tilda o'zining madaniyati, hamma tilda o'zining gaplashish manierasi bo'ladi. Hazil olaylik, ayrim bir xil biz o'rgangan hazillar bitta uncha tushunilmaydi. Biz o'rgangan tildagi har xil so'zlar ayni situatsiyalarda boshqacha ishlatilinadi, ayrim situatsiyalarda boshqacha ishlatilinadi. O'rgangan mana shu grammatika deysizmi, boshqa narsa deysizmi, aslida dunyoda ingliz tilida gaplashiladigan davlatlarda uncha qo'llanilmaydi. Hech qaysi bir anglichani yo amerikanisi o'zi kitob bo'yicha hech qachon gaplashmaydi. Agar tilni o'rganmoqchi bo'lsanglar, eng zo'r usuli bu ko'proq tarjimasiz kino ko'rish yo adabiy kitoblarni o'qish. U yerda sizlarga har xil slenglarda, har xil hazil, qaysi paytda qanaqa so'z qaysi hazilda ishlatiladi, qaysi joyda qanaqa manierada javob berish kerak. Hech eslaysizlarmi o'zinglarni birinchi gal ingliz tilini o'rganish boshlagan yerda birinchi so'raydigan so'zimiz tarjimasi bu seni sevaman qanaqa bo'ladi yo bolalar aslida ko'pincha bolalarda so'kish qanaqa, mana shu so'kish qanaqa bo'ladi bu tilda deb so'ralardi. Yana bitta odamni
zabujdeniyaga qo'yadigan narsa, agar siz u tilni so'kishini bilsangiz, bu degani siz tilni yaxshi bilasiz, ulardagi gaplashyapman degani emas. Har bir yurtda, har bir davlatda, har bir madaniyatda o'zini kulturniy madaniy odami bo'ladi va nokulturniy madaniyatsiz odamlar bo'ladi. Agar so'kib bu yerda gaplashsangiz, ko'p anglichalar so'kib yuborsa, excuse my French deydi, uzr so'raydi so'kib yuborganiga. Bu narsa ko'p odamlarda ko'rdim bu narsa. Ingliz tilini o'rganayotganda so'kish aralashtirib gaplashadi. Bu degani sen u tilni zo'r bilasan degani emas. Ya'ni anglichalar shunaqa taktichniy odamlar bo'ladi. Ular siz madaniyatsizligingizni sizga bildirmaydi. Ya'ni so'ksangiz ham hurmatingizni qilib oxirigacha sizga eshitadi, lekin ketgandan keyin sizdan qolgan unda впечатление madaniyatsiz odam degan deb ketish mumkin. Ko'p joylarda hamma odamlar ham o'ziga so'kishga ruxsat bermaydi. Bor bu yerda har xil so'kib ishlatadigan oilalar bor, odamlar bor, lekin lично men uchun so'kish любой tilda, o'zbek tili bo'ladimi, rus tili bo'ladimi, ingliz tili bo'ladimi, yo xitoy tili bo'ladimi, so'kish bu madaniyatsizlikka kiradi. Ya'ni meni uyimda erim biladi, men so'kkan odamni yoqtirmayman, juda ham men u odam tomonidan menga qilingan behurmatsizlik deb o'ylayman. Chunki mana adam so'kmaganlar hech qachon uyda bo'lganlarda, ukalarim hech qachon siz boshqa odamni oldingizda so'kib tursa ham sizga ko'rsatilayotgan hurmatsizlik hisoblanadi. Shuning uchun boshqa tilda ham so'kish bu неприемлемый, mumkin emas. Agar madaniy odam, madaniyatli odam bo'lsanglar, so'kishni lug'atinglardan umuman chiqarib tashlaydi. Любой tilda, любой millatda bu qo'pol hisoblanadi va hurmat yonida turgan odamlarga hurmatsizlik hisoblanadi deb o'ylayman. IELTS uchun topshirmoqchi bo'lsanglar, ko'pincha programmalar sizlarni o'sha IELTSdan определенный ball olish uchun sizlarni tayinlaydi. Ya'ni sizlarga именно ingliz tilini o'zini o'rgatmaydi, lekin sizlarga o'sha testdan qanaqa o'tishni o'rgatadi va qaysi punktiga ahamiyat berishga, qaysi joyiga qayerda ahamiyat berishingiz kerak, qanaqa usulda tekstlarni tahlil qilishingiz kerak, o'sha narsani o'rgatadi. Lekin agarda tilni haqiqatan ham o'rganish niyatinglar bo'lsa, uni ichiga qaranglar. Kundan kunga yashayotgan odamlarni dialogiga ahamiyat bering. Agar haqiqatan ham o'sha tilni mukammal o'rganishni xohlasanglar, uni grammatikasiga emas, uni qayerda predlog, prepositionlari qayerda qo'yilishiga emas, lekin определенный so'zlarni qayerda ishlashi, o'zi odam qanaqa tutishi o'rganish kerak deb o'ylayman. Va bilasizlarmi, nima bir ajoyib fakt bor? Odam qancha ko'p so'z, qancha ko'p til bilsa, ichida shuncha ko'p odam yashar ekan. Ya'ni o'zimda ko'p sezaman, turmush o'rtog'im bilan ruschada gaplashamiz. O'zbekistondanman, o'zbek tilida onam bilan, opam bilan o'zbek tilida gaplashamiz. Bu yerda kollegalarim bilan ingliz tilida gaplashaman va o'zimdagi, ichimdagi shu odam o'zgarishini shunday явно sezasizda. Masalan, даже intonatsiya o'zgaradi, даже tovushinglar o'zgaradi, sizlarni xarakteringlar qanaqadir o'zgaradi. Masalan, определенный anekdotni inglizlarga boshqacha aytib berasizlar. Erim bilan boshqacha manierada gaplashaman va o'sha tovushlar ham rostdan o'zgarishni boshlagan. O'shanga aytishadi, qancha ko'p til bilsang, ichingda shuncha ko'p odam yashaydi deb aytishadi. Men bunga juda ham qo'shilaman. Qaysi tilni o'rganishingizdan qat'iy nazar, uni oldin kulturasini o'rganinglar, uni oldin razgovorkada qanaqa so'zlar qanaqa ishlatilishini o'rganinglar. Lekin o'sha IELTSni nima topshirasizlar, u sizlarga to'liq tilni o'rgatmaydi. O'zbekistonda moda bo'lgan IELTS topshirsa, o 7 ball oldim desa, o degan odam. Bu aslida til o'rganish emas, lekin sizlarni erishmoqchi bo'lgan narsalarni yo'lidagi bir etapdir. Haqiqatan ham til o'rganmoqchi bo'lsanglar, uni ichkarisidan o'rganinglar. Meni eng katta maslahatim sizlarga kino ko'ringlar, yoki kichkina korotkометражный yengil multiklar yaxshi, oson ingliz tilini, adaptirованный ingliz tilida beriladi va o'rganishinglar oson bo'ladi.